Alo, Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? yuzlaringiz yaxshimi? Kimsiz? So'nimadim. Ahvollaringiz qalay onajon? Dil izhori loyihasidan sizni bezovta qilyapman hoji ona. 5 daqiqa Ha, vaqtingizni olsam ruxsat berasizmi, maylimi? mayli, nima deysiz? Onajon, sizni Ro'zan muborak kunlarida bezovta qilishga, sizdan so'ramasdan sizga qo'ng'iroq qilishga jur'at etdim. Avvalo barchamizga va barchamizni oila a'zolarimizga muborak Ramazon oyi xayr, baraka, iymon va xursandchilik olib kelsin. Shu bilan birga mana bugun mart oyi va Ramazon oyining 6-kunida siz aziz hojonamizni tug'ilgan kunlari ekan, adashmadimmi? Ha, yo'q, to'g'ri. Shu munosabat bilan sizni men Mumtozbegim Shukrona kuningiz bilan barcha yaqinlaringiz nomidan tabriklagani qo'ng'iroq qilib turibman. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, yuragingizdan bir parcha hisoblanmish bir farzandingiz sizni chin qalbidan tabriklab, o'z sevgisini izhor etish uchun aynan bizni tanladilar. Taxmin qilib ko'ringchi onajonim, naq 72 yilni qarshilaganingiz munosabat bilan kim sizni shunday tabriklar ila xursand qilishga qo'l urdi ekan? Ha, farzandimmi? Qaysi bir farzandingiz? Axir sizni farzandlaringiz ko'p, serfarzand hojona ekansiz. Ha, yo'q, qanaqa? Jamolmi? Jamol o'g'lim chiqar. Jamol o'g'lingiz deb hisoblaysiz demak, to'g'rimi? Ha, o'g'lim Jamol. Sizga yana bir marta taxmin qilish uchun imkoniyat beriladi hoji buvi. Yaxshilab o'ylab ko'ringchi, yana qaysi sizni chin dildan sevgan farzandingiz sizni tabriklashi mumkin? Yo'q, muborak qizimmi? Yo'q, qizingiz emas. To'rt o'g'il farzandingizni biri. Xolmurod o'g'lim. Sizni qiynamay endi to'g'ri javobni ayta qolay. Albatta ich-ichingizdan suyunasiz degan umiddaman. O'sha aynan musofirchilikda yurgan, ammo har qadamida sizni sog'ingan va hozirda sizni oldingizda tizzangizga yelkasini qo'yib uxlashni istagan o'g'lingiz Jamshidbek o'zi aytishga botina olmagan so'zlarini biz yetkazishimizni istadilar hoji buvi. Rahmat. Mayli, ayting gapiring, Jamshid jonim. Bugun ham shunaqa tabrik bo'ldi, men Jamshid dedim boshqasi ekan. Endi indamay o'tiribman. To'ppa-to'g'ri, Jamshid farzandingiz juda ham sizni yaxshi ko'rganlari sababli sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklashimizni chin qalbidan so'rab qoldilar. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin hoji buvi. Barcha farzandlaringizni, bolalarini ham to'lin to'kis baxtini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'ring inshaalloh. Yana yil sizga bog'langanimizda barcha o'g'il qizlaringiz yoningizda, bag'ringiz to'lib o'tirgan bo'lishingizni tilaymiz. Ilohim omin, inshaalloh. Rahmat. Sizdek mehri daryo onalar ko'payaversin onajon, joningiz sog' omon bo'lsin. Sizni qizingizdek bo'lib ketgan ko'zi qaro go'zal keliningiz Sadoqat ham va uning shirindan shakar farzandlari, sizning nabiralaringiz Dilshodjon, Dilnuraxon, Shirinaxon va Jobirjonlar nomidan ham shu shirin tabriklarni, tilaklarni aytib qolaman. Ijozatingiz bilan qalb so'zlarini endi o'qib eshittirsam Jamshidbek o'g'lingizni. Baraka topsin. Assalomu alaykum qalbim chirog'i, go'zal, mo'tabar onajonim. Alloh sizni bizga hadya etgan kun, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Bizni baxtimizga umringiz uzoq bo'lsin onajonim. Ko'zlaridan yoshligi, bizni tarbiya qilib katta qilishga bo'lgan ishtiyoqi so'nmagan insonligi bilinib turadigan volidam. Bizni baxtimizdan boshqa narsa kerakmasligiga iddao qiladigan gul yuzli mehribonim. Agar dunyoda yana bir bor yashash nasib etsa, albatta sizni farzandingiz bo'lishni tanlashim shubhasizdir. Nabiralaringiz, keliningizni ham sog'insam-da uzoqlarda yurib, ammo sizni jamolingizga va bir bor
Bolaginam degan shirin so'zingizga qalbim juda ham muhtoj. Umringiz bizni boqish va katta qilish bilan, bizga bor mehringizni berish bilan o'tgani uchun sizga mingdan ming tashakkurlar bildiraman. Sizni va dadajonimni oldidagi qarzimni uza olmasligimni bilsam-da, umrimni oxirigacha shu narsaga harakat qilib kelaman. Alloh bergan ne'matim oy yuzligim onam. Uzoqlarda bo'lsam ham mehringizni his qilaman. Sog'inchingizdan qiynalmagan bir soniyam yo'q. Katta masofalarni uzoq demay, qalbingizdagi mehr muruvvatni taratib, meni isitib turganingiz uchun sizga katta rahmat aytib qolaman. Yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Alloh nasib qilsa, keyingi yili oldingizda bo'lishga harakat qilaman va sizni bundan yaxshi ko'raman deb buzrukvoringiz Jamshidbek. Rahmat. Sizga ham rahmat. Shunday gaplar onajon. Agar tilaklaringiz bo'lsa, o'g'lingizga ham bemalol aytishingiz mumkin, chunki sizni duolaringizni barchasini o'g'illaringiz, qizlaringiz eshitishadi. Bachchaginalarim, avvalo Xudo ko'p nasrasin, qatoriga manikilarni ham asrasin iloyim. Dunyomiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yoshlar hammasi ulg'aysin. Hammaga nasib uylagan niyati murodi maqsadiga yetsin. Sog' salomat bo'lsinlar. Qatoriga manikilar, bachalarim, noiralarim hammaga nasibni Xudoning o'ziga topshirib qo'ydim. O'zi berdi, men o'ziga topshirdim. Qayerga bo'lsalar o'zi panohiga asrasin. Inshaalloh. Salomat bolalarni bo'lsa uynoqlab darvozadan kirib kelsinlar iloyim. Faqat Xudodan kulib berayman. Aytganingiz kelsin, hojona aytganingiz kelsin. Mana shu gapirib turgan sizlarga ham Xudo umr daroz, sog'lik, salomatlik bersin iloyim. Albatta, sizlarning duolaringiz bilan ishlarimiz yurishib, barchasi yaxshi bo'lib ketadi. Iloyim. Farzandlaringiz ichidagi so'zlari bilan, tabriklari bilan sizni xursand qildik deb umid qilaman. Albatta, sizda yoshi ulug' hoji onamizga bu ta'riflar ham kam hisoblanadi o'zi aslida, chunki 6 nafar bir-biridan dono, go'zal va baquvvat farzandlarni dunyoga keltirib qo'ydingiz. Oq yuvuq, oq taraf, ularni ham o'z darajangizga, ya'ni otalik va onalik maqomiga yetkazdingiz. Joningiz sog' bo'lsin hoji onam. Keliningiz Sadoqat opa nomidan ham bir chiroyli tabrik va ma'noli she'rlarni o'qib eshittirsam, albatta bundan ham xursand bo'lasiz degan umiddaman. Mayli, ayting. Oyijonim, assalomu alaykum. Sizni muborak Ramazon oyida tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab qolaman. Sizga sihat, salomatlik, bizni va nabiralaringizni baxti kamolini ko'rib yurishlikni, metan sog'lik va paxtadek yumshoq qalb egasi bo'lishingizni tilab qolaman. Alloh doimo sizni biz uchun panohida asrab yursin. 72 yoshingiz muborak bo'lsin deya sevimli keliningiz Sadoqat opajonimiz nomlaridan. Rahmat. Baraka topsinlar iloyim. Hammasi sog' salomat, tinch xotirjam o'ynab kulib yursinlar bachchalarni. Sizdan taraf boshli ko'zlik qilib ham naviralarni katta qilib yursinlar. Aytganingiz kelsin. Endi bir chiroyli she'rni o'qib eshittirsam. Ularda hech mehribonim yo'q. Ular uchun bu jonim fido. Iltimosim faqat shu sendan, onamni tez qaritma Xudo. Bir so'z bilan dardimni olar, yiqilsam gar yonimda qolar. Hayotimda ma'no yo'qolar, onamni tez qaritma Xudo. Topib berar yozda qorimni, kim ichirar issiq choyimni. Mayli, so'ra, beray borimni, onamni tez qaritma Xudo. Do'st deyishga loyiqim ham u, men ishongan sodig'im ham u, boyligim ham, borlig'im ham u, onamni tez qaritma Xudo. Oddiygina bandangman xolos, har on mayli qilaman duo. 100 yoshda ham o'ynasin, kulsin, onamni tez qaritma Xudo. Ojonim, tabriklar va she'rlar yoqdimi?
Tabriklar, sizni ko'nglingizga xush yoqdi deb umid qilamiz onajon. Rahmat. Ha. Bugungi qo'shaloq bayramda qalbingizga nur olib kira oldik deb umid qilamiz. Bir bor muborak Ramazon oyi hamda tavallud ayyomingiz qutlug' bo'lib kelsin. Biz barchamiz sizni jondan yaxshi ko'ramiz. Eson omon iftorliklarni qilib olib, keyingi ro'zalarni ham sog'lik salomatlikda tutib olishlikni Allohdan so'rab qolamiz. Ilohim rahmat. Hammalaringizga rahmat. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Bizadek qariyib nayra averalarni uylariga bo'sh qilib yuringlar. Albatta, aytganingiz kelsin. Duolaringiz bilan biz ham ishlarimiz, hayotimiz rivojini miriqib kuzatib yuraylik ilohim. Ilohim. Vaqtingizni ajratganingiz uchun Hoji ona, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar sizlarga maynalar. Menday xo'jayini bo'lib yuringlar. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Yaxshi dam oling onajon. Mayli. Rahmat. Keltirgan aziz